Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy xabar torining 11 ayning 17 kundagi xabarda bildirilishicha, 2023 yillik atalmish Şinjan paxta sanoat taraqqiyot munbir yig'ini 15 noyabr Urumchida o'tkazilgan. Bu yig'inni Xitoy mamlakatdagi paxta savdo bozori, Xitoy paxta jamiyati, Xitoy hukumati paxta to'qimachilik sanoati jamiyati, atalmish Şinjan paxta sanoat taraqqiyot boshlamchi guruh ishxonasi, Xitoy Ezigilik taraqqiyot bankasi atalmish Şinjan sho'basi, Beijing paxta nazorat uchun maslahatchilik shirkati va Xitoy paxta uchun to'g'ri tarafidan birlashib uyushtirilgan. Yig'inga aloqador hukumat tarmoqlari, savdo sanoat tashkilotlari, paxta setib olish va pishiqlab ishlash shirkatlari, pul muomala apparatlari, to'qimachilik va paxta sanoati import, eksport, zanjirsimon korxonalardan bo'lib jami 500 dan ortiq vakillar qatnashgan. Xitoy hukumati bu yig'inda dunyoning paxta mahsulotlarining Xitoyning paxtasi Sharq Turkistonga qaraydiganligini tilga olib, atalmish Şinjan davlatimizning eng cho'ng paxta ishlab chiqarish bazasi va muhim paxta to'qimachilik pishiqlab ishlash rayoni. Atalmish Şinjanning paxta ishlab chiqarish miqdori Xitoy ülkelarining ishlab chiqargan paxta mahsulotlarining 91%ni ko'pragini egallaydi. U Xitoy davlatining paxta ta'minotining bexatarligi va muqimligiga kafolatlik qilishdagi muhim yadrolik o'rnini, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotidagi afzalligini to'liq joriy qildirib keldi. Hamda millionlagan kishining ishga o'rnashishini shundaqla atalmish Şinjanning cho'mlidan Xitoy davlatining iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga g'oyat zo'r foyda manfaat olib keldi deganlarni bildirgan. Xitoy xalq torining 11 ayning 16 kundagi xabarda deyilishicha, atalmish Şinjanning oldingi 10 oydagi tashqi savdo import eksport umumiy qiymati 287 milliard 330 million yuandan oshgan. O'sha yilning 14 kuni Urumchi tambojisi bu yil 1-oydan 10-oygacha atalmish Şinjanning tashqi savdo sonliq ma'lumotlarini e'lon qilgan bo'lib, oldingi 10 oyda atalmish Şinjanning tashqi savdo import eksportining umumiy qiymati 287 milliard 330 million yuan bo'lib, buntirga o'xshash mezgildagidan 48,9% oshgan. Bu Xitoy davlatining ish sur'atidan 48,9% point yuqori bo'lgan. Bu yil oktyabrda atalmish Şinjanning tashqi savdo import eksport miqdori 34 milliard 530 million yuanga yetib, 56,2% oshgan. Atalmish Şinjan rayoni bir balvoq bir yo'l qurilishining yadrolik rayoni bo'lish sifati bilan o'zining afzalligini to'liq joriy qildirgan. Uchuq iqtisodiy va taraqqiyotda yangilik yaratib, atalmish muqimlikni saqlash va tashqi savdoning sifatini yuqori ko'tarishda ulgurlik rol o'ynagan. Bu oldingi 10 oy ichida atalmish Şinjanning janubida import eksportning sur'ati shiddat bilan o'rlagan. Buning ichida Ili viloyati tashqi savdo ko'lami jihatda birinchi o'rinda turgan. Import eksport umumiy qiymati 120 milliard 800 million yuanga yetib, 100% oshgan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.